Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun biz olmali pirog pishiramiz. Uyda oddiy masalliqlardan olmali pirog tayyorlaymiz. Hozir har doimgidek piyola bilan o'lchaymiz. 5 piyola unni ilab soldik bitta tovoqchaga. 200 gram margarinni yaxshilab un bilan bir xil massa bo'lguncha uvalab olamiz. Bir xil undek massa bo'lib ketadi. Hozir buni xona temperaturasida bo'lsa, bunday qo'l bilan ezsa ezilib ketadi. Ozroq qattiqlik qiladi buni pichoq bilan qirib nima qilib yuboramiz? Maydalab un bilan bir xil qilib yuborishimiz kerak. İsteme yok. Kurpaça bor. Xolodilnikdan ertaroq chiqarib qo'ysalaring, margarin yumshab qoladi. U pichoq bilan ham qirg'ichda ham qirishga hojat qolmaydi. Qo'l bilan o'zi un bilan uvalab yuborsalaring, mayin birdan ezilib ketadi. Mana bir xil massa bo'lguncha endi qo'l bilan uvalaverish kerak. Har doimgidek mana Turonni oliy navli unini ishlatdim. 5 piyolasini elakchadan elib olib, 200 gram margarin. Margarinimiz anaqa kiloli masilko kilolisidan olgandik. O'rikzor bozordan Toshkentda. Pishiriqlar uchun aynan o'sha mahsulotlardan olib kelib ishlagani zo'r chiqadi. Opaga topib bera. Hozir masalani ko'rsataman qanaqa edi. Mana qaranglar, uni bir xil massa qilib margarin bilan uvalab oldik. Endi bunga nima olamiz? Endi kasaga 3 ta tuxumni chaqamizda. Mana 3 ta tuxumni chaqib oldik. Endi bunga shakar solamiz. 1,5 piyola shakar. Bir yarim piyola shakar solamiz. Vanilin solamiz. Aralashtirib olamiz. Mana aralashtirib oldik. Endi unli massamizga solamiz. Aralashtirib olamiz buni ham. Mana uncha yaxshi aralashtirilmaydi. Endi mana 1 stakan kefir. Shu
1 stakan chiqadi. Kefirga uylaringda qaynayapsa 1 choy qoshiq, 1 osh qoshiqmi, 2 osh qoshiqmi qaymog'ini solib yuboravering. Ikki smetanali bo'lib, ya'ni xamirda zo'r mayin qilib beradi. Bunga 1 choy qoshiq sila nima solamiz? Tashiyoy soda solamiz. Mana 1 choy qoshiq sila. Kefirli massamizga uydagi qaymoqdan solib yubordim 2 osh qoshiq. Solib, birdan aralashtirdinglarmi, xamirga solib yuborish kerak. Manaki. Buni ham aralashtiramiz. Mana qaranglar, o'tgan safar qilgan tayyorlagan tortim. Mana oq qora qilib orasidan shunaqa joylashtirib kesuvdim-da, yurakchali tort qilib nimaga qo'yganman-ki postga. Ana shu ichi mana shunday kesganlaringdan shunaqa bo'ladi. Xamirimiz pishiriqlar xamiriga hech qachon mush bilan mana bunaqa mushlanmaydi. Kaft bilan mana bunday xamir qilinadi. 5 piyola un soldim, shular. Uylaringda qilib ko'ringlar. Hech qanaqa sir, nima yoshirilgani yo'q, zo'r chiqadi. O'rgangan narsalarimni sizlarga o'rgatyapman. Mana xamirimiz tayyor. Endi buni teng 2 ga bo'lmaymiz. Chunki tagidagi bo'lagi kattaroq bo'lishi kerak, chunki ko'proq girdilari bilan yoyiladi-da. Ustiga kamroq bo'ladi. Mana shunday bo'ladi. 2 ga bo'lib, endi buni nimaga solib qo'yamiz? Muzlatgichga. Selofan paketga solib muzlatgichga solamiz. Mana zvolatlarimiz tayyor. Muzlatgichga qo'yib qo'yamiz yarim soat. Ungacha biz nachenkani to'g'raymiz. Mana endi yarimta limon to'g'raymiz. Keyin 3 ta olmani yaxshilab tozalab, musirlarni mayda bo'laklarga bo'lib chiqamiz. Limonlarni po'chog'i bilan to'g'raysizlar. Mazza ta'm beradi, kislinka bo'lib. Maydalab to'g'rash kerak-da limonni. Olma shirin bo'ladi, olma xamirlari ham shiringina bo'ladi, kisir-kisir. Pilisos qildik-ku. O'ylan tozaladik-ku. Mana shunday. Xo'p. Mana olma bilan limonni aralashtirib olamiz. Yana ozroq kammi deyman, ozgina solamiz limonni. Muzxonadan oldik xamirimizni. Muzxonaga qo'yilishdan maqsad
bu ichiga margarinli xamirku, o'shaning uchun anavi yumshoq bo'lib ketadi-da, yoyguncha isib ketadi. Shuning uchun tagiga un sepib, ungacha gazimizni qizdirib qo'yish kerak. Qizigan duxovkada pishirib olamiz. Gazni yoqib qo'ydim. Şimdi xamirimizni yoyib olamiz. Mana endi xamirimizni patnisga joylashtiramiz. Pergament qog'oz to'shab, olmali piroqchamizni pishiramiz. Shu gazni nimasi patnesi kattaroqda, shuning uchun elektritskiy pishiraman desa kichikroq, xamir keyin qalin bo'lib qoladimi yoki 2 marta pishirish kerak. Shuning uchun gaznikiga bir martada bitta kattakon qilib piroq pishirib olamiz. Mana xamirimizni patnesga yoyib qo'yib oldik. Ana endi mana olmalarimizni limonni aralashtirib xamirchasini yoyib olamiz. Mana bu xamirimizni ham yoyib oldik. Endi ustiga sekingina o'rab qilib endi ustilarini chimchilab nima qilib chiqasizlar, yopib. Mana chakkalarini sizlarga ko'rinyaptimi? Uylaringda sizlar qanaqa tayyorlayapsizlar? Kommentariyalarga yozinglar. Keyin u tort tayyorlaganimda shanti kremlar qanaqasidan hozir ishlatyapsizlar? Men uyda bavitda olib kelib qo'yganman, shundan ishlatib yuribman. İçiga qaymoqli krem qilamanda, ustilarini bezashga bavitda ishlataman. Ustidan teshik-teshikchalar qilib chiqish kerak, chunki shishib qolib xunuk chiqadi. Mana endi buni nimaga joylashtiramiz? Mana gazimiz. Mana tagi yoqilgan. Isib yotibdi. Ro'palanib ketgan. Qizigan duxovkaga 180 gradusga eng yuqorisiga qo'ydim. 180 gradusda pishirib olamiz. 35-40 minutda pishadi. Mana sizlarga ko'rsataman degan narsa. Mana bunaqa masilkoni kiloligi. Menimcha bu 1 kilolikmi deymanda. Shu hozir managa pirogga ishlatdim. 200 gram kesib olib. Kanalimga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar nima pishirishlaringni kommentariyalarga yozinglar. Xayr, sog' salomat bo'linglar.